Немішқа сізніңлам орықлышыңыздың ақыр чықмай отырдыл тоқтап қалды. Немішқа орықлашты тоқтымай әгер тоқа yolu кіріп қалсыз. Немішқа тамақны шында аз еп, жек әрекетләні қысыңыз ма, яны иғырлық түшмей тұрып алды. Бүген мұш 1 минутның ішчіділа, мен мұш орықлаш тоғырлық әқиқетні сөзләп бермәсізге. Bir tal yürekni berip saqlı oylаңа бәк пайдасы тигіді өзге. Birincisi, әрекетні өлгіде қығанғылам орықлап қалмайсыз. Tamaklarımız doğru buluş gerek. Çünkü 1 kilogram yağniki ısıqlıq kalorisi 7700 kaloriya buldu. Eğer siz jügesiniz, təxminən 12 saat toxtumay jügesiniz, şunçilikni sırq çıqıra alaysınız. Tamak kontrolü qılmay, hareketli qığalla, xam xiyal qılmaylı. İkincisi, uyqunuz yaxşı bo'lmasa, o'riqlishing'iz bek osti bo'ladi. Uning ustiga uyqusi yaxshi emas, uyqusi oz, kechada uxlamaydigan odamlarning ishtihosi turaqliq bo'ladi. Ertasi bilib bilmay jiq narsalarni yeb oldi, bo'libmi qon shakarimizni o'riltadigan ushshoq-cho'k yemekliklarni, ximirliq, manda shakar miqdori yuqori narsalarni bek jiq yeb olasiz. Uyqu suhbatingizga cho'qim kapolat bering. Üçüncü, tamakni az yeganga rast o'riqlaysiz. Ammo haddidan ziyoda az yeb, tamakdan bek parz tutaversangiz, charchib ketadi, muskullar xo'rab ketadi, terilar bo'shab ketadi. Eng muhim qismi, siz o'zingizga tamakdan parz tutib, jang e'lon qilib, oxirini chiqaramaysiz, hamon utirib qo'ysiz, bo'ying boshi bo'lib ketasiz. Bir hafta chidab baqsiz, ikki hafta chidab baqsiz, onandan o'lib ketadigan jang'o deb yana jiq yeb, cho'ng yeb, burunqidimi bekrak samirib ketasiz. Dördüncü, suni jiq-jiq içip bering undaq qilmay. Su degan bekorlik narsa qo'y. Her 100 gram mayni qo'rtadiganimcha 300 gram suning yordam ketadi. Suni cho'qim bekchiq içip bering. 5. Un guruch tamaqidan baq qo'rqib ketishniki hojati yo'q. Siz muvofiq miqdorda yesangiz bo'ladi. Burundan yeb turayotgan shu un guruchni yeb turibmi, yana eg'irlikni kontrol qilayotgan odamlar ko'p. O'riqlayman deb bir aqlam yemay qo'ydi ekansiz. O'riqlamaydim deb toza bo'lishigacha jamiyatni qo'yib oldi ekansiz. Ya bek samirib oldi ekansiz, ya tez suratda eg'irligingiz bek jiq tushib ketib ojizlab ketgan ekansiz. Bu xato. Bir xil ritmda yemish kerak. Muvofiq miqdorda un guruch tamaqi yeb turibmi, o'riqlig'i bo'ladi do'stlar. Ma'qulmi? O'zingizni tonib yeting. O'zingizni obdan tushuning, o'zingizni suying. Yangi dars tizimini boshlandi do'stlar. Undidarini qo'shib ayrim xonim bilan aloqalashingiz bo'ldi. Oxirgi qitimliq o'riqlar safaringiz bo'ldi. Birga g'ayrat qilaylik bo'lamdi.